Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqacı Rozi Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü ıslah 2024 yıl 9. ayının 26. günü haftaga Perşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimizni mi qo'shib qo'yaylik? Bugünkü so'zlaydigan leksiyaga qisqa xabarlar asosida qo'shib qo'yaylik vatandaş. Bugünkü vaziyetimiz ekranda. Vladimir Putin yadro qurolları ishlatmoqchi bo'ldimi? NATO urushga tayyorlik qilishni e'lon qildi. Avval Jungo.com partiyasiga qo'l soldi. Asli mavzu. Rossiya Jungo'da maxfiy odamsiz aeroplan ishlashga kirishdi. Ishlab chiqarishga kirishdi. Rossiya Jungo'da maxfiy odamsiz aeroplan ishlab chiqarishga kirishdi. NATO'ning ochig'ini keltirdi. Jungo oqibatga ega bo'ladi, dedi. NATO qasam qildi. Ümit Sadosi 9. ayının 26. günü YouTube. Yana bir xabar evvel mavzunu anlamla anandikin bir cümleli söz kılaylı. Jungo payçak bazarını muvazinatlaştırışaki, tamponlaştırış meblağı ajratmakçı oldu. 1 trilyon meblağ kimden çekinişini qoğdaydı. Bunun da deyilgen gap nima desiniz? Yakında 1 trilyon yuan yani 500 milyar yuan degandek pul ajırtıp öy imaret ticaret mülkünü qoğdaydı, qutqizdi bu bazarını deyilgen idi. Onun kayindilla tünügün sizlerge sözlügellikşiyimizde Amerika avazı bu doğru haber ilan kılıp birinci keçikip kaldı, ikinci pul yetişmeydi o degen idi. Bugün hem de bu haber Jungo'ga nazar torbitide keldi. Demekçi bolğunu Jungo.com partiyası bazarı qutuldurduğun niyet yok. Jungo.com partiyasının imaret ticaret mülkünü qutulduruz garizi yok. Jungo.com partiyasının Jungo'da payçak bazarını qutulduruz arzusu yok, hayali yok. Fakat birle qutulduruz yani Jungo'da imtiyazlıklarının huquqdarlarning payçak bazarıga salgan pay zapas kapitalini yoki harakatdagi obrotdagi kapitalini qutuldirish uchunla Jungo.com partiyasi mushu tadbirni qo'llandi deydi. Agar shunday bo'lganda Jungo nima bo'ldi? Tugadi demisingizmi? Tugagan bo'ldi vatandosh. Sen bir imaret ticaret mülkünü qutqizgan xiyolandım yok. Jungo iqtisodni qutuldurgan xiyolandım yok. Fakat da payçak bazarga solingan Jungo'dagi imtiyozli xiyonatchilar, huquqdor xiyonatchilar, paraxorlarning yana ko'zi to'ymay payçak bazarga salgan kapitalini qutuldirish uchun Jungo.com partiyasi Xalq bankisi bugün 1 trilyon yuan pul ajratdi yoki 500 milyard pul ajratdi. Xabarın ahırda 500 milyard pul mu var? Değilse bunu neme dep düşünürsünüz vatandaş? Leksiyimizden özüge keleyle mavzumunda Amerika Qo'shma Shtatları Amerika Qo'shma Shtatları Davlat Majlisi Avam Palatasi qonun loyiha ma'qullab Jungo'ning qonunsiz savdo harakatlariga zarba berdi. Mavzuli xabar 9. ayının 25. günü Amerika ovozdan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Jungo haftaligi bu parcha qonun loyiha Kanadada Kengash palatasi 11 nafar senatorning umumiyuzlik qonun loyiha mazmuni umumiyuzlik bo'lgan qonun loyiha imzolab Jungo'ga qarshi turish, yoki Jungo bilan raqobatda qarshilashish. Endilikda kelgan bugun sizlarga so'zlaydiganimiz bu birinchisi, ikkinchisi yana qonun. Shundan ko'rib olingki, vatandosh, bu yerda siz biz diqqat qiladigan muhim nuqta Amerika xalqi, Amerika
yuqori darajalik amaldorlari Cunguni qachon Jungu deb o'z mohiyati bilan taniydi. Jungu siyosiy amaldorlar, kommunist amaldorlarning kim ekanligini va yoki shu qatorda xalq deb atalayotgan abstrakt xalqning kim ekanligini Amerika xalqi qachon taniydi? Biz mushunga taqozo bo'lib keldik, vatandosh. Bugun men taniyotdi Amerika xalqi. Davomini oling. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasi partiya guruhlaridan alqigan holda qonun loyiha ma'qullab Junguning qonunsiz soda harakatlariga zarb berdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasi Adliya Komiteti 9-oyning 25-kuni partiya guruhlaridan alqigan qonun loyiha ma'qullab Adliya Ministrligining xalqaro shikoyatnoma organi qurib, ya'ni savdo jinoyatlarini shikoyat qilish organi qurib, Jungu shirkatlarining davomli savdo ishlarida jinoyat sodir qilishini, masalan, aldamchilik qilishni, bojdan qochishini, yo'tkab ketish harakatlarini shikoyat qilishni talab qildi. Qonun loyiha Amerika sanatini qo'g'dash va emgakchilarning xalqaro savdo jinoyatlardan xalos bo'lishi qonun loyihasi Avam Palata Jungu masalasi favqulodda komitetining raisi John Mulliner, Cumhuriyetçiler Partiya mansubi, bu komitetning nufuzli a'zosi, Demokratlar Partiyasi mansubi Raja Krishnamurti hamda bu komitetning yana boshqa a'zolari, Cumhuriyetçiler Partiyasi mansubi Avam Palata a'zosi Ashley Hansen birlikte ve yana cümleden 10 nafar ishki partiya a'zolarining imzo qo'yishi bilan o'tirib qo'yildi. Meyada bir cümle sözü hata tushunmanglar vatandosh. Qarang, Amerika sanoatini qo'g'dash va emgakchilarning xalqaro savdo jinoyatlaridan xalos bo'lish qonun loyihasi, ya'ni Amerika emgakchilari bo'lsin yoki xalqarodagi emgakchilar bo'lsin, Jungu va savdo munosabati bog'lagan barliq davlat xalqlarining, masalan, bularning savdo jinoyatlarini Xitoy sodir qilganda shu jinoyatlardan bu xalqlarning xalos bo'lishini yoki neri turishini, qutulib qolishini qo'g'dash qonun loyihasi deb tushuning vatandosh. Davomlashtiramiz. Bu qonun loyihada Adliya Ministrligi Jinoiy ishlar mahkamasida yana bir xizmat guruhi qurib, ko'rsatma planlash va shuningga o'xshaydigan qurilma qurib, savdo tijoratga munosabatli jinoiy ishlarni tekshirish talab qilindi. Qonun loyihada texmi inchga, texmi tafsili va texmi konkret. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Junguga qarata tuzayotgan qonun loyihalari ana shunday tafsili va inchga, mazmuni inchga. Krishnamurti mundaq ko'rsatdi. Uzun yillardan beri Jungu Kompartiyasining bulanch xarakterli savdo siyosati Amerikaning savdo qonunlariga xiloflik qildi. Balki to'kma qilib setish orqali aldamchilik qilish, bojdan qochish qatorliq jinoyat vositalari orqali Amerika shirkatlarini qaqti-soqti qildi. Amerika ishchilarini va Amerika iste'molchilarini qaqti-soqti qildi, aldab ketdi. Bugun bizning qonun loyihamiz Adliya Komitetidagi ishki partiya mansublarining qo'llashi orqali ma'qullandi. Bu harakat qonun qarishtiruvchilarni tekshirish va bu qonunsiz faoliyatlar uchun jinoyat mas'uliyatini ustiga oldirish uchun bugun tunji va halqiliq qadamni bosdi. Avam Palata Jungu masalasi favqulodda komitetining raisi John Mulliner bayonotida mundaq ko'rsatdi. Bu qonun loyiha partiya guruhlaridan alqigan
devlet meclis azalarının Amerika işçileri, istemalçıları ve şirketlerini qoğdışının görünərlik namunesidir.